man xudbin emasman. Sizlar ovqatinglarni vaqtida yeyishinglar uchun, oilam ovqatini vaqtida yeyish uchun man hali abitam qilmagan insonman, man xudbin emasman. O'zi ishlashga loyiq bo'lib turib ayolini ko'chaga chiqarib qo'yganlar xudbin, man xudbin emasman. Farzandlarini ko'chaga tashab boqmayotganlar xudbin, man xudbin emasman. Alimentdan qochib yurganlar xudbin, man xudbin emasman. Hamma ona sevgisi haqida gapiradi, lekin hech kim otani qurbonligi haqida hech kim gapirmaydi. Oilasini boqayotgan erkak hech qachon xudbin bo'lmaydi. Man xudbin emasman.